8-chi savolimizda ko'paytuvchiga ajrating deyapti ekan. Shu ifoda berilibdi. Bitta qarasak, uncha o'xshashga o'xshamayapti. Lekin ikkinchi qavslarimiz bor. Ikkinchi qavslarimizga qarang. 3x minus y, y minus 3x. Nimaga o'xshayapti? O'rni almashib qolgan o'xshash ifodalar. Endi biz nima qilamiz? Bundan, mana bu qavsdan minusni chiqarib yuboramiz qavsdan tashqariga va minusni qavsdan tashqariga chiqarib yuborsangiz 3x minus y bo'lib qoladi. Endi sizga keltirish uchun qavsni ochib ko'rsatib ko'raman. Qavsni ochsangiz minus 3x, bu minus ta'sir qiladi bunga, plus y. O'rnini almashtirib qo'ysangiz y minus 3x. Shu bunga tengmi? Demak, bunda biz o'rniga yozib olsak bo'lar ekan. Demak, minus chiqarib yuborsangiz, minus chiqarib yubordim. Shunga 3x minus y degan tenglikka kelib qoldi. Endi nima qilamiz? Qavsdan tashqariga chiqarib yubordik minusni. Yana yozamiz boshqatdan. 3x plus 2y, qavsni bekitamiz. 3x minus y. Endi bu ishoramiz plusida, bu minus ta'sir qilib, bu minusga aylanib qoladi. Minus x plus 4y 3x minus y degan kelib chiqadi. Endi bizda o'xshash ifodalar bor. Ko'paytuvchiga ajratish kerak edi va qavsdan tashqariga chiqarib yuboramiz o'xshash nimalarni, qavslarni. O'xshashi 3x minus y ga o'xshashi chiqib ketdi. Endi qavsda nima qolyapti? Qavs ichida 3x plus 2y qolyapti. Minus x, bu minus har bittasiga ta'sir qiladi. Minus bu har bittasiga ta'sir qiladi. Minus x minus 4x bo'lib qoladi. Minus 4y bo'lib qoladi. Minus x minus 4y. Qavsni bekitdim, yozyapman bastan. 3x minus y, qavs ichida qolyapti. 3x dan x teramiz. 2x. 2y dan 4y tersangiz minus 2y. Endi qaraymiz. Qarang. Bunda biz hozir tenglik nimamizga, javoblarga qarab ifodani olishimiz kerak. Bunda ham 2 qatnashgan, bunda ham 2 qatnashgan. Bu 2 ni qavsdan tashqariga chiqarib yuboramiz. Demak, nima javob hosil bo'ladi? 2 ni qavsdan chiqarib yuboryapman, qavsdan tashqariga chiqarib yuboryapman. Qolyapti